Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana biz sotuvga turist hiloli mini motorolchalarimizdan chiqdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyli qilib hozir avzorlarni ko'ramiz. Motor migalari nechili, akkumulyatori nechili, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi o'rinda manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Qo'qon shahar Katta Ganjironda NRX Motoda manzilimiz. Hop, yo'lni tushuntiradigan bo'lsak, bu tomon kelishimiz Namangan kolxoz yo'nalishi va Yangi bozorga qarab ketadi. Bu tomon kelishimiz Qo'qondan Namanganga qarab chiqish bo'ladi. Mana shu tarafda aytaydi NRX Motoga tashrif buyurishlaringiz mumkin. Pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalaring, yetkazib olib borib beraveramiz. Hop, bizda sotuvda turist hiloli motorollarimiz ko'k, qorasidan bor, keyin uni siyoh rangidan bor. Hop, narxlarini tanishtirib o'tamiz endi bir boshdan. Narxi vodiy bo'ylab $850 yetib boradi. Dastlabkasi tekin albatta. Hop, kimga shunaqangi turist hiloli motorolcha kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Videomizga like qilishga bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Hop, tushuntirishni boshladik bir boshdan. Hop, oldi balonimiz turizga 12 li qilib jihozlangan. Oldilari afoniylar katta, oldi jisli, oldi ramalari ancha, oldi vilkalari ancha baquvvat qilib ishlangan. Prujunalari bor. O'ta ham yumshoq yuradi. Oldi fanalari bu tomonda bitta, bag'da bitta. Keyin mana bu tomonda ham bor bittadan. Hop, oldi led faralari, tablolar, elektronik tablo. Oldi jitkiski, telefon dastlabkilar, kolonkalargacha mavjud. Mana kolonkalari ham bitta bor. Oldi sidinasi kishi bemalol o'tirsa bo'laveradi. Oldi mana bunday cho'ntaklari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Hop, mana oldi dugalar ham minetdan qilinib chiqarilgan, juda ham baquvvat qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, arqa balonlari Turiza 50 ga 12 qilib ishlangan. Diskalari ham yaxshi, diskadan, original diskadan. Bortlari ham yaxshi, o'ta baquvvat qilib ishlangan. Keyin ixcham har qanday joyga sig'ib ketadigan holatda. Arqa stoplari LED chiroqlar bilan jihozlangan. Qo'shimcha mana bunday stop chiroqlari ham qo'shilgan. Reduktorlari yaxshi reduktorlar qo'yilgan. Original zadniy moslari ham eng zo'ridan, baquvvatidan. Hop, motor miyasi hop 1000 vatli bo'ladi. Akkumulyatori 5 ta 53 amperli bilan jihozlangan. Mana tayyor yoqilgan holatni ko'rishingiz mumkin. Tumanka faralari ham juda chiroyli qilib ishlangan. Bitta to'liq zaryadi bilan 50 kilometrdan 60 kilometrgacha bemalol masofa bosib o'tsa bo'laveradi. Arqa stoplari ham juda chiroyli holatda. Powerot yoqsalar ham powerotlari eng zo'r ko'rinadigan holatda. Va qo'shimchasiga mana bunday o'rindiqlar bilan jihozlangan. Agar orqasiga 3 ta odamni o'tirgizib bemalol ketsalar ham bo'laveradi. Endi hozir bitta bortlarni ham ko'tarib, taylarni ko'rsatib, bunaqa beramiz. Taylarni ham ko'rishingiz mumkin. Tag ko'rinish qismlari, tagida profillari yaxshi. Ikkita bu tomonga, ikkita bu tomonga, keyin bunaqasiga ham yaxshi profillar, qalin profillar bilan ishlatilgan. Juda ham sifatli o'tkir motorol. Yurishlari ham yaxshi. Ramalari usiliniy rama, qalin ramalar va bunday bo'lib stoyka bo'lib tushgan, labolarga o'xshab. Risollari bitta, prujunalari bittadan qo'yilgan. Buni amortizatorlar bittadan qo'yilgan. Mana buni miyasi bo'ladi. Mana 12 volt kontrolni miyachasi. Bunga yordam kuchi beradi. Hop, batareyka bu o'zimizning batareyka. Hozir sotuvga chiqdi, buni qo'yilgan. Buni olib tashlab turib 53 li batareykadan 5 ta qo'yib beriladi. Va mana bu narsa avtomat bo'ladi. Motorga kuch keladigan bo'lsa, mana shu avtomat haqiqatdan tashaveradi. Motor miya kuymaydi, keyin akkumulyator ham ishib ketmaydi. Bu mana shu narsa motorol uchun eng kerakli narsa hisoblanadi. Asli. Ko'p motorollarda mana shu avtomat pulchator bo'lmaydi.
Xo'p, reduktorlar mana. Reduktor mana shu bo'ladi. Bu yaxshisidan katta materiallarda reduktordan qo'yilgan. O'zi kichinayu, o'zi reduktor katta materiallarga qo'yilgan. Oldiga endi qo'shimcha narsalari bor. Shulardan hozir rivojdan ko'rsatib o'tamiz. Qo'shib beriladigan narsalar buni oyoqdagi poliga, oldiga mana oynaga, bu ham katta. Va mana zaryadchiga. Zaryadchiga ham 62-53 amper. Bu 5 talik batareykaniki. Hop, buni kaskani oynaga. Mana kaskasi. Yomg'irda kiygan nimchalari ham bor. Yomg'ir yoqqandan bek kiyosalaring ustilar ham qo'l bo'lmaydi. Mana bu ham bor. Qo'shimcha mana jiletlarigacha mavjud. Bakovoyi, buni balon kalpayi va eng kerakli narsa yana bitta balon kult stamkiratlari ham mavjud. Shu hamma narsasi ichida ketadi. Telefon qilsalaring chiroyli qilib yetkazib olib borib beriladi. Bu oyoqdagi poliga bo'ladi. Xudo xolasa eng abjad, eng ixcham materiallarimizdan mana shu bo'ladi. Bu materialni juda ko'pchilik so'rashadi. Bozorga kirgani va avaqamda bor kelgani ro'zg'orga juda ham ixcham material. Bortini razmeri ko'pchilik so'raydi, bortini razmerini 95 bo'ladi. Eni bo'yi 1.10 bo'ladi. Bo'yi 1.10, eni 95 bo'ladi. Kimga shunaqangi sifatli materiallar kerak bo'lsa, shu pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Yana bir bor narxini aytib o'tamiz. Narxi vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida $850 yetib boradi. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz. Qirmasdan, yetmasdan, boshqa qilmasdan. Rangi mana 3 xil rangi bor. Mokri, qora va mana bunday ko'k ranglari ham mavjud. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsalaring yetkazib olib borib beramiz. Bizda optim narxlarda mana mini laboyimiz ham bor, mini kallarimiz ham bor. Va mana bunday yangilik mini turbaloli mashinachamiz ham keldi. Buni yonida eshik bo'lmaydi, yonlari tenti bilan jihozlar. Va buni akasi mana buni bo'ladi, mini labo. Bu eshikli. Buni narxi $2000, $2050 vodiy bo'lib dastlabkasi ichida. Uning narxi $1550 vodiy bo'lib dastlabkasi ichida. Mini laboyimizning narxi $2450 vodiy bo'lib dastlabkasi ichida. Hop, mini laboyimizda ham 4 xil rangi bor. Ko'ki, qorasi, mokrisi, oppoq ranglari ham bor. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Minerex Motoda o'zimiz kutib olamiz. Asl nomerlarga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Hop, o'tkazilgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Videomizni xato kamchiliklari bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ysalaring, keyingi videolarimizda albatta to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Sotuvga hozir chiqdi 3 ta bu, bitta 6 ta chiqdi sotuvga. Eng xadovoy materialchalarimizdan mana shu bo'ladi. Keyin va eng chidamli, eng baquvvat mana shu bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishlayman. Telefon qilaverasizlar. O'tkazilgan vaqtlaringga, ko'rgan videolaringga albatta rozi bo'lasizlar.